Menga qara, Toshkentga borguncha hali yarim soat bor. Bu narsa yeylik, qorindan ochib ketdi. Hop, hozir Qibrayga kirib kelayotgan bo'lsa, yuring men sizni bitta zo'r joyga olib boraman. Ishqilib borganga yarasha tuzur ajoyib to'zi. Ha, aka, uyaltirib qo'ymaydi, hozir ko'rasiz. Ukam mana kafemi? Ha, aka, Qibrayda nomerading Sazan kafe shu bo'ladi. Ha, nomerading do'stsan, baliqdan boshqa ovqatlik yo'qmi bular? Nimaga unaqa deysiz? Baliqdan tashqari o'zbek milliy taomlar, undan tashqari Xorazm tuxum baraka ham bor. Arasi maqtovini keltirib, qorinni ham ochirib yubording. Yur bir ko'raylikchi bo'lmasa. Nic jaka miseczna zora na jasnaja, widna chociolki zbieraj. Widy kochana ja pracę już smorena, oczna chwili. O, ana baliq keldi. Rahmat seni. Hammasi unli, hammasi unsiz bo'lsa kerak. Ol. Ya, aka, mana baliqdan keyin men desertiga cho'berak ham bor. Zo'r ekan ular. Mana souslari bilan yesa, aka. Osh bo'lsin, oling. Balig'i zo'r pishirishar ekan, joyi saqichamroq emasmi? Ha, yo'q, aka, bundan tashqari hovli tomonga stul tapchanlarni qilib qo'yishgan. Agar siz ulfatlar bilan yoki ayollar gap-pap o'tkazadigan bo'lsa, ikkinchi etajga ham joylar qilib qo'yishgan. O'z bag'riga bemalol turist odamni sig'dira olasiz. Yaxshi. Ol, baliq so'masin. Ukam, baliq haqiqatda shirin ekan, lekin joylari ham zo'r ekan. Menga yoqdi. Endi keyin bilan bola chaqamni olib kelsam ham bo'ladi. Faqat joyini eslab qolsam bo'ldi. Ha, joyi nima? Aka, shunda Qibray tumani Pajarkani ro'parasida Zesazan kafesi. Gap yo'q. Yuring ketdik.